Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana ikki xona uyda istalgan pechkalarimiz. 1.5liklari. Moqotor 1.5 bunday. Mana o'chali bor. 1.5 o'chali bu. Orqalarida reshotkalari bo'ladi. Juda chiroyli, sifatli, mana ishga sifatlariga baho berib berasizlar. Mana ichlari. Mana o't yoqasizlar. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bunimiz 1.30 lik, mana oldida ikkita duxovkasi bo'ladi. Orqasida bitta duxovkasi bo'ladi. Bu 1.30 lik kattamiz o'choqligi bu. Pechkalarimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu oldi orqalari to'rli bo'ladi. Mana o'tiradigan joylari mana to'rlidan bo'ladi. Mana to'rli list bo'ladi. Keyin tomi to'rli bo'ladi, tomi. Asosiy joylari to'rli bo'ladi. Bu yonboshi, orqa duxovkasi, 2.5-2.4 bo'ladi. Ko'pchilik to'rli list deb, to'rli pechka deb sotib qo'yapti. Endi yolg'on bo'lib qoladi. Bu yuqoriroq bo'lgan sababi issiqni yaxshiroq uradi. Rasot ozroq bo'ladi. Polni gaz yoqaman desanglar, hamma yo'g'ini to'rli qilib qildirganinglar yaxshi chiqadi. Qanaqa materiallar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar.